Adajonim siz voy qancha bo'ldi cho'milmaganingizni sasibdi. Boring cho'milib chiqing debdi eriga qarab xotini. Voy men sen shu sassoqlarimni sen ne bilasan, men 18 yoshli qizni sevishini deganini qara. Vannaga kirib ketibdi, eri telefoni qolib ketibdi spalnida. Уже vannaga kirib ketgan er machalkani olib, "Ha, inon" deb ana kalamushga o'xshab cho'milayotgan joyda telefoni qolib ketganini his qilibdi. Уже yap yalang'och hamma yoq mag'zi bor. Xotin, qara yurak yorilish boshladi. Kela qamar orqalarimni shqalab qo'ying, men bu tur suvlarimni yuvib qo'y. Hozir telefon qolib ketgandan xotin bexabar. Hozir deb esimiz kelibdi bu yoqdan. Borib telefonni ochib qarasa, mutal sauna deb yozilgan. Tushunmadim, umkiqal debdi-da. Telefoniga saqlanib ko'rsa, Telegramga qara, Matluba deb chiqqan qara. Ismi esimdan chiqib ketmasin deb bosh harfini M dan boshlab mutal sauna. Matluba sauna deb yozib qo'yar. O'g'lim, nimadan qo'rqding? Qani buni yana nimalar bor ekan? Voy bilet, voy davay deb Telegramlarini, Instagramlarini o'pshi tiskilabdan xotin. Endi shunaqa ismlar chiqib kelyapti. Sevara Tyolka chiqyapti. Dildora Pastayanka chiqyapti. Shahnoza Jossa chiqyapti. Jasmina Jonka chiqyapti. Endi vashi daxrinada endi ana telefon jalabxona bo'lib ketgan. Ichida Nasiya Adnaraza deb yozib qo'yganlari bor. Unda puli ko'p payt boradi unisiga. Keyin bir payt xotini esmislarni o'qishga tushibdi. Voy bilyat. Nilufar deganni chatini ochib o'qibdi-da, bir payt Nilufari shunaqa quloqiga lag'monilga, "O'tmishingizga nima qilgan? Xotiningiz bormi? Oilangiz bormi?" "Yo'q, endi bilasizmi Nilufar xonim, meni xotinim o'lib ketganiga ancha yillar bo'ldi, rak bo'lgan xotinim" deganini qara. Keyin boshqasini chatiga kirdi. Boshqasini chatiga kirsa, qara nima degan bu pidaras. "Bilasizmi, men, короче, harbiy bo'lganman, военный. Ты знаешь, это военный часто. Anaqa bo'lganman. Men eng boshqa qaraydigani bo'lganman-da. Xizmat safarida bo'lganimda, xotinim bilan sal aloqamiz yaxshi bo'lmay qoldi. Bir payt qaytsam, eng yaqin o'rtog'im bilan xotinim sola-sol bo'yatdi-da. Shunaqa qilib pichoqlab tashladim, shunaqa pichoqladim. To'g'ridan-to'g'ri Buxoroga turmaga ketdim-da, turma deganini qara. Mana Xudoga shukr chiqib keldim, yuzim yorug'. Zato men disva qildim-da gapimga. Xotinim xiyonat qildi, o'rtog'im menga o'rtoqlik qilmadi. Ikkalasini ham pichoqladim, qamaldim. Xotinim o'ldi, joyida nasmirt o'ldirdim deganini qara. Ana ayollarning ishonganini qara. Voy, yig'ay. Tinchlikmi qizim, nima bo'pti? Seni ham qilib qotirib pulingni bermay qochib qoladi bu bola. Hech qachon. Sen men sizni juda lo'qqa oboraman-da. Bilasizmi, oynali joylarga boramiz deb men sizni 4-5 Sen o'zingni xotiningni bir martadan oshira olmaysan, tinchlikmi? 4-5 marta sen o'ylanib qoldim. Yoki o'shalarga pul bergani uchun, pul ham bermaydi, aldiydi, qara aldiydi. Men sizga Samsung xolodilnik olib beraman-da, men sizga Samsung bilasizmi 40 tali televizor olib beraman. Olib bermaydi hech qanaqa televizor ham, xolodilnik ham. Ishonib ana Alloh ayollar voy deb tinchlikmi? O'zingni ering qilib bermaydi, birovga er qilib beradimi senga qizim? Shu bilan keyin xotin vannaga kirib boribdi. Qo'liga o'tmas pichoq olib, ana bunaqa to'lqinli pichoq bor-ku, o'sha o'tmas pichoq olib kirib boribdi. Qaynoq suvni ochib, ana akani tovuqdek terisini shilibdi-da, o'tmas pichoqlar randalabdi-da akani.